Salom do'stlar, sizlar bilan men Laziz. Bugungi videorolikimizda Google'dan narsani ko'rib, qanday qilib butunlay o'chirishni, tarixni o'chirishni o'rgataman. Bizga kerak bo'ladi Google yoki Chrome bo'ladi. Kiramiz. Masalan, men yozaman masalan men mana shuni ko'rmoqchi bo'laman. Ko'rib bo'lgandan keyin qayerda o'chirishni ko'rib bo'lganingizdan keyin qayerda o'chirish bilmasangiz, mana bunday joyga kirib olasiz. Historiyaga kirasiz. Mana bu tarix bo'ladi. Tarix bosasiz, mana udalite qilaverasiz. Hamma narsa, masalan, qo'rqinchli kinoni udalite qilaversangiz, udalite bo'lib ketaveradi. Ko'rinmaydi umuman. Hech kimga ko'rinmaydi. Sizlar bilan Laz bo'ldi. Keyingi dasturimizgacha xayr.